Nevroz o'zi tuzaladimi? Man psixiatrga boruvdim. Endi sizda nevroz bu mana shunaqa siz постоянно shu vahima bilan yuraverasiz. Shu ichayotgan doringiz yordam berayotgan bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi, shuni butun umr ichib yuravering. Bir sahrin diabetga o'xshab, bu ham mana shu dori bilan endi bu yog'iga shunaqa qilib yuraverasiz degan gapni so'zni aytdi. Va men bundan battar qo'rqib qoldim, battar tushkunlikka tushib qoldim. Endi nima, men mana shu holatda, mana shu vaziyatda butun umrimni oxirigacha yashashda davom etamanmi? degan savollarni, gaplarni mana shunaqangi qaysidir ma'noda mutaxassislar tomonidan aytiladigan bir xunuk tavsiyalarni eshitgandan keyin qo'rqib ketgan, dahshatga tushgan insonlar shu savolni menga ham berishadi. Kelinglar, bugungi videoda biz sizlar bilan aynan nevroz o'zi tuzatsa bo'ladigan holat, vaziyatmi yoki bu haqiqatda boshqa psixiatrik kasalliklarga o'xshab turib, surunkali xarakterga ega bo'lib, borib вообще holatni, vaziyatni yomonlashtirib qo'yishi mumkinmi degan mavzu haqida bugungi videoda biz sizlar bilan to'liq va batafsil gaplashamiz. Hurmatli do'stlar, iltimos kommentariyga yozib qoldiring. Sizlarga ham shunaqa gaplarni gapirishganman. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Ziyodulloxon Sadullayev, xalqaro toifadagi klinik psixolog, nevrotik va depressiv buzilishlar bo'yicha mutaxassis hisoblanaman. Bir necha yillardan beri ushbu holatdan aziyat chekayotgan insonlarga o'zimni psixologik hamda psixoterapevtik ko'magimni berib kelaman. Do'stlar, agardaki siz kanalimga endigina duch kelgan bo'ladigan bo'lsangiz, iltimos kanalga obuna bo'ling va boshqa videolarni ham kirib ko'rishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Nevroz, depressiya, ruhiy salomatlik va psixologik muammolarni qanday yechish haqida juda ham ko'plab foydali hamda kerakli videolar mavjud hisoblanadi. Va hammanglarni meni o'zimni yopiq Telegram klubimga taklif qilaman. Yopiq Telegram klubimda biz nevrotik buzilishlarni ustida siz o'zingiz konkretna qanaqa psixoterapevtik xatti-harakatlarni, tavsiyalarni, mashqlarni amalga oshirishingiz mumkin ekanligi haqida biz mana sentyabr oyida ishlab kelyapmiz. Hozir mana bu yog'iga ham demak ishlashda demak davom ettiramiz. Hamma уже darslar zapis ko'rinishida gruppada turibdi. Shu vahima xurujlari bo'lsin, qanaqadir fobiyalar bo'lsin, fikr hayollaringizdagi bo'layotgan holatlar, vaziyatlarni ustida konkretna amaliy tavsiyalarni olishingiz mumkin bo'ladi. Yopiq klub demak oylik narxi video yozilayotgan paytda 200 ming so'm. Bir oyda siz kamida 10 tadan ortiq уже video darslarni, jonli savol javoblarda, jonli tahlillarda bo'lgandek ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shu sababli siz turli ko'rinishdagi nevrotik va depressiv buzilishlardan aziyat chekayotgan bo'ladigan bo'lsangiz va vроде qilib ko'ryapman, lekin u yog'iga chorasini topa olmayapman degan holat, vaziyat bo'ladigan bo'lsa, barchalarni yopiq klubda kutib qol. Endi mavzu haqida gaplashadigan bo'lsak, haqiqatda nevroz bu butun umrli, surunkali, tuzalib ketib bo'lmaydigan, siz endi bo'ldi, shu boshlandimi, endi butun umringizgacha shu holatda, vaziyatda qoladigan holatmi yokida ayni damda bu holatdan, vaziyatdan chiqib ketishingiz mumkinmi degan holat haqida, vaziyat haqida gaplashadigan bo'lsak. O'rtoqlar, men hozir endi nima desa bo'ladi, sekin-sekin shu faktlar bilan keltirib berishga ham nazariy, ham o'sha bir qanaqadir ilmiy izlanishlar bizga bu haqida nima deyapti va ayni damda meni o'zimni praktikam demak bu haqida nima deyotganligini men to'liq tushuntirib berishga harakat qilaman, har taraflama, чтобы sizda umumiy to'g'ri fikr, xayol paydo bo'lishi, shakllanishi uchun. Demak, bu narsani vrachlar juda ham yaxshi bilishadi. Demak, xalqaro kasalliklar klassifikatsiyasi MKB degan demak maxsus hujjat mavjud. Ushbu hujjatda demak bugungi kunda demak tibbiyotga ma'lum bo'lgan barcha kasalliklarni ro'yxati yozilgan hisoblanadi. Yevropada, O'zbekistonda, Rossiyada MKB degan o'sha dokument ishlatiladigan bo'lsa, Amerikada DSM degan demak 5-пересмотрi demak ishlatiladi. MKBda ham, demak DSMda ham aynan haqiqatda nevrotik buzilishlar yoki xavotirli buzilishlar demak rubrikasi, klassifikatsiyasi mavjud hisoblanadi. Endi mana shu yerda nevroz va nevrotik buzilishlar yoki trevojniy расстройствоlarni biz demak ta'rifiga, tasnifiga qaraydigan bo'ladigan bo'lsak, hamma joyda ham aytiladiki, невротические расстройства относятся к группе обратимых психических расстройств, обратимых психических нарушений deb demak yozilgan bo'ladi. Bu nima degani deydigan bo'lsak, o'zbek tiliga qanaqa tarjima qilamiz desak, ya'ni nevrotik buzilishlar qaytadigan, ya'ni tiklanadigan psixik buzilishlar orasiga kiradi degan holatda, vaziyatda demak o'qishimiz mumkin bo'ladi. Endi albatta bu nima degani deydigan bo'lsak, agardaki insonga to'g'ri ham medikamentoz, ham psixoterapevtik yordam beriladigan bo'lsa, inson ushbu holatdan, vaziyatdan chiqib ketishi mumkin bo'ladi.
Nevroz va nevrotik buzilishlar mavzusi juda uzoq yillardan beri, demak bir necha kerak bo'ladigan bo'lsa, asrlardan beri o'rganib kelinayotgan holatlar, demak emotsional ruhiy muammolardan biri hisoblanadi. Shu sababli ham bugungi kunda barcha mutaxassislarning qo'lida, demak ilmiy izlanuvchilar insonlarning qo'lida juda ham ko'plab, demak dannalar, informatsiyalar borki, juda ham ko'plab statistik, demak ma'lumotlar borki, agardaki yuqoridagi aytganimdek biz to'g'ri xatti-harakat qiladigan bo'lsak, ushbu holatda vaziyatda biz juda ham yaxshi va to'g'ri korreksiya qilishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, demak, meta-analizlar bizga shu narsani ko'rsatadiki, kognitiv xulq-atvor psixoterapiyasi 70-80% gacha nevrotik buzilishlarni turli ko'rinishlaridan aziyat chekayotgan insonlarga yordam berar ekan. Endi zamonaviy antidepressantlar bilan bo'ladigan bo'lsa, biza 60-70% demak ushbu holatdan aziyat chekayotgan insonlarga yordam berishimiz mumkin ekan. Va bundan ham qiziq nuqtasi shundan iboratki, qachonki bularni ikkalovi kombinatsiya qilinadigan bo'ladigan bo'lsa, bularni ikkalovi demak mujassamlashtiriladigan bo'lsa, inson ham kerakli preparatlarni qabul qiladigan bo'lsa va ayni damda psixolog, psixoterapeut bilan kognitiv xulq-atvor psixoterapiyasi yoki boshqa o'zini ushbu holatlarda demak samaraliligini isbotlagan, ko'rsatgan psixoterapevtik yo'nalishlar bilan ishlaydigan bo'ladigan bo'lsa, insonni tuzalib ketish, yaxshi bo'lish ehtimoli juda ham yuqori hisoblanadi. Keyingi bu narsani asosida turadigan narsa nima deydigan bo'lsak, nevrotik buzilishlarda tanadagi turli organlarda va ayni damda bo'ladigan bo'lsa, bosh miyada organik o'zgarishlarni yo'q ekanligini biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni biz nevrozi bor bo'lgan insonni MRTga tushiradigan bo'ladigan bo'lsak, nevrozi bor bo'lgan insonni tibbiy qon tahlillari, bioximik qon tahlillari, tanasini o'sha yurak urib ketayotgan inson yuragini tekshiradigan bo'lsak, biz nimani ko'ramiz? Demak, o'sha yurak, miya yoki o'sha boshqa qaysidir organlarni bus-butun ekanligini, ularni to'qimalarida hech qanaqangi zararlanish yo'q ekanligiga biz guvoh bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham nevrozni vrachlar nima deyishadi? Bu funksionalniy narushение deyiladi. Funksionalniy narushение degani, ya'ni organizm, o'sha organ butun, organ sog', organni hali hech qanday zararlanmagan, ta'sirlanmagan, uni o'sha insonning ichidagi xavotiri, qo'rquvini hisobiga ana o'sha organning funksiyasida demak o'zgarishlar mavjud bo'layotgan hisoblanadi. Ya'ni funksiya degani o'sha ishini bajaradigan qismida, masalan, yurak ko'proq og'rib ketishi mumkin bo'ladi, qanaqadir muskulada demak bir qanaqadir tortishlar, og'riqlar bo'lishi mumkin bo'ladi va hokazo. Nevroz simptomlari haqida juda ham ko'plab gapirgan videolarim bor, shuni ko'rib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Nihoyatda muhim narsa, nevrozda, nevrotik buzilishlarda bosh miya ham va tanamizdagi boshqa tana a'zolarimizning strukturasi, shakli, shamoyili, ko'rinishi buzilmagan, zararlanmagan hisoblanadi. Va shu sababli ham insonni to'g'ri xatti-harakat qilishini hisobiga, demak mana shu buzilgan funksiya yana to'g'ri joyiga kelishi, inson o'zini yaxshi his qilishi mumkin bo'ladi. Keyingisi bo'ladigan bo'lsa, haqiqatda og'ir psixiatrik, misol uchun, kasalliklar bor. Og'ir psixiatrik kasalliklar bular afsuski surunkali ko'rinishga, tipga ega bo'ladi va muammosi shundan iboratki, borib va kerak bo'ladigan bo'lsa, davolanmaydigan bo'ladigan bo'lsa, insonda shunaqangi so'z bor, atama bor ilmda, psixический defekt. Ya'ni ma'lum bir o'sha psixik funksiyalarni to'laqonli ishdan chiqishi, to'laqonli buzilishi va u narsani qaytarib bo'lmaydigan holatga, vaziyatga kelib qolishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xususan, afsuski, bu shizofreniya holatida sodir bo'ladi. Ya'ni o'sha psixotik epizodlar, bir necha karra psixotik epizodlarni inson yashab o'tgandan keyin undagi ma'lum bir o'sha xotirasida, irodasida, demak, fikrlashida juda ham qattiq qo'pol buzilishlarni va tiklanib bo'lmaydigan buzilishlarni biz shakllanishini, paydo bo'lishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Afsuski, bu orqaga qaytarib bo'lmaydi va bu faqatgina o'sha holatda vaziyatda og'irlashishi, faqatgina o'sha neyroleptiklar guruhiga kiruvchi preparatlardan foydalanishi hisobiga ushlab turiladi. Lekin o'rtoqlar, nevrozda bu unaqa bo'lmaydi. Nevrozda inson 10 yil yashaydimi, 15 yil yashaydimi, 20 yil yashaydimi, bu his qilayotgan simptomlarni hisobiga og'ir yokida ruhiy, yokida bo'ladigan bo'lsa boygindek jismoniy muammolar, buzilishlar demak shakllanmaydi, paydo bo'lmaydi va bundan biz boygindek xursand bo'lsak bo'ladi. Deylik, o'sha yuragidan xavotirda bo'lib yurgan inson, yuragim urib ketayotgan degan inson agarda keyin qo'pol qilib aytganda nevrozini davolamasa, yuragi bir narsa bo'lib yomon holatga, vaziyatga demak tushib qolmaydi.
Biz istalgan nevrotik buzilishlar haqida gapirgan paytimizda biz avvalambor insonni hayotini, sifati haqida gapiramiz. Nevroz insonni tanasiga, insonni joniga, demak, xavf solmaydi. Prosta insonni hayotini, sifati yomonlashadi. Menda qo'rquv bor, menda panik atakalar bor. Mana panik atakam meni o'ldirib, mana bir narsa qilib qo'ymaydi. Prosta mana panik atakam ijtimoiy hayotda o'zimni normalniy tutishimga, normalniy bir qanaqadir funksionerovat qilishimga, chiqib ishlashimga, munosabat qurishimga, o'qishimga, sayohat qilishimga, ko'chaga chiqib muloqot qilishimga, misol uchun, agrofobiya bo'lsa, sotsiyofobiya bo'ladigan bo'lsa, yoniga menga shu narsaga xalaqit beradi. Lekin bular meni salomatligimga, mani jonimga, demak, xavf xatar solmaydi. Va mana shu nuqtasi ham nihoyatda muhim hisoblanadi. Va bo'lib ham keyingi, mana misol uchun organika yo'q degan narsani aytamiz. Keyingi nihoyatda muhim bo'lgan narsa, bu narsani endi mani o'zimni klinik praktikam misol uchun ko'rsatadi. Bir guruh insonlar bilan nevrozi bor bo'lishiga qaramasdan, bizni psixoterapiyani o'zida ham juda ham chiroyli natijalarga, juda ham yaxshi natijalarga boyganlik chiqishimiz mumkin bo'ladi. Manda xudoga shukr, misol uchun ham dori ichib, одновременно psixoterapiya bilan shug'ullangan patsientlarim bor. Va ayni damda faqatgina dori ichmasdan psixoterapiyani o'zida shug'ullangan, misol uchun patsientlarim bor. Va kerak bo'ladigan bo'lsa, men faqatgina dori ichib holati vaziyati yaxshilanayotgan, demak, patsientlarni ham demoqchi bo'lganim ko'ryapman. Ya'ni bu yerda har taraflama harakat qilinadigan bo'lsa, har taraflama inson o'zini ustida ishlaydigan bo'ladigan bo'lsa, juda ham yaxshi o'zgarishlarni biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi demoqchiman. Shu sababli prosta muammo nimada? Muammo shundan iboratki, O'zbekiston sharoitida kerak bo'ladigan biz bu Rossiyada ham xuddi shunga o'xshash demak muammolar bor. O'zbekiston sharoitida demak aksariyat mutaxassislarni psixoterapiyani yaxshi bilishmasligi, yaxshi tushunishmasligi va psixoterapiya haqida noto'g'ri tushuncha va tasavvur mavjud ekanligi. Psixoterapiya pozitiv narsani o'yla, yaxshi narsani o'yla, yaxshi narsani xayol qil, qo'rqmayman deb fikrlaringni, hayollaringni chiqarib tasha kabi gaplar va tavsiyalardan afsuski mutaxassislar u yog'iga o'tolmaganligi uchun chuqur psixoterapevtik yo'nalishlarda podgotovka, tayyorgarlik mavjud bo'lmaganligi uchun ham va inson keldi, yaxshi bo'ldi-da, yaxshi bo'lmayapti. Misol uchun agar u tam vrach psixoterapevt yoki vrach psixiatr bo'ladigan bo'lsa, mana buni ichdida, foyda bo'lmayapti. Buni endi ichdida, bunda foyda bo'lmayapti. Mana buni ichdida, sal-pal foyda bo'ldi. Endi bo'ldi, shuni oxirigacha ham ichib yurasan dedi. Yoki bo'ladigan bo'lsa, dorini sal-pal pasaytirgandan keyin yana holatli vaziyatlar orqaga qaytib qoladigan bo'lsa, nima deydi? Bo'ldi, surunkali, pishon. Shu holatda, shu vaziyatda endi yashayverasan, shuning uchun bo'ldi. Masalan, qochmasligi uchun shu dorini ichib yurgin degan afsuski qarash mavjud hisoblanadi. O'rtoqlar, yana qaytaraman. Og'ir, o'tkir psixik kasalliklar, bipolar affektiv buzilishlari, shizofreniya, qanaqadir organicheskiy demak genezga ega bo'lgan ma'lum bir psixoemotsional buzilishlar haqiqatda bular surunkali bo'ladi va ayni damda bular o'sha doimiy qaysidir ma'noda umri oxirigacha ma'lum bir medikamentoz davolashni talab qiladi. Lekin nevrotik buzilishlar, depressiv buzilishlar agarda inson to'g'ri harakat qiladigan bo'lsa, har taraflama o'zini ustida ham medikamentozni, ham psixoterapevtik to'g'ri ishlaydigan bo'ladigan bo'lsa, bu holatda vaziyatni joyiga keltirishi va inson oddiy boshqa insonlar singari dori-darmonsiz, psixoterapiyasiz u yog'iga o'zini hayotini kechirishi mumkin hisoblanadi. Shu sababli qachonki keyingi safar kimdir sizga bu hech qachon tuzalmaydi, endi sen shu bilan butun umr yurasan, bu nevroz shunaqa bo'laveradi degan gapni so'zni gapiradigan bo'ladigan bo'lsa, o'rtoqlar, u insonni gapiga ishonmanglar. U prosta bu yog'iga nima qilishni bilmaganligi uchun sizga resistentность degan so'z bor. Yomon so'zmi? Yomon ko'raman shu so'z. Resistentni, ya'ni shu terapiyaga chidamli sani tashxising devoradi-da, shu insonning miyasiga shtamp uriladi. Rezistentni degan boyginlik holatga vaziyatga kelib qo'yishadi. Vaholanki, men degan juda ham ko'plab shu menga rezistentni degan diagnozni aytayapti degan insonlar ham keladi. Misol uchun gaplashib ko'ramiz, misol uchun taktika o'zgartirilgandan keyin, misol uchun psixoterapiya qo'shilgandan keyin, u hech qanaqangi rezistentni narsani o'zi yo'q ekanligi, prosta inson oxirigacha kerakli tochkaligi, kerakli nuqtaligi ta'sir qilmaganligi, ana shu narsalarni o'zgartirmaganligiga guvoh bo'lamiz. O'shaning uchun yana qaytaraman, xudoga shukr, praktika shu narsani ko'rsatyaptiki, kerak bo'ladigan bo'lsa, mana o'zimni shaxsiy boyagindek tajribam bor bu masalada. Kim bilsa bilmasa bu haqda alohida men YouTube'da gapirganman, misol uchun kirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bitta narsani aytib ketaman shu joyda. Yolg'on bo'lmasin, borini ochig'ini gaplashamiz, chunki bitta narsani aytib ketaman. Xavotirchanlik va insonning xavotirchan bo'lishi, shaxsiy xavotirchanligi hech qachon nol bo'lib qolmaydi. Nevrotik все-таки тревожныйroq bo'laveradi.
Ya'ni boshqa odamlarga qaraganda siz baribir nisbatan xavotirchanroq reaksiya qilaveradigan bo'lasiz. Bu chunki ana endi insonni shaxsini, uni markaziy nerv tizimini, uni temperamentini, uni xarakterini особенности hisoblanadi. No. Yana qaytaraman. Muhim nuqta shundan iboratki, men buni har doim o'zim patsientlarimga tushuntiraman. Biz to'g'ri harakat qilishimizning evaziga siz qayerdadir ta'sirchan bo'lasiz, qayerdadir xavotir olasiz. Xavotiringizni sizni hayotingizga zarar bermaydigan, sizni hayotingizni cheklamaydigan nuqtagacha olib kelishimiz mumkin bo'ladi. Har doim aytaman, men sizdan 10 yil ishlasam ham dunyoni suv bosib to'pig'iga chiqmaydigan, xavotir olmaydigan, hech narsani o'ylab siqilmaydigan inson qilib qo'ya olmayman deyman. To'g'ri xatti harakat qilish, kognitiv-поведенческий terapiya orqali, qattiq antidepressantlar orqali, qattiq yana boshqa ma'lum bir psixologik, psixoterapevtik intervensiyalar orqali biz o'sha xavotirimizni to'g'ri nazorat qila oladigan, to'g'ri kontrol qila oladigan va bizani hayotimizga daxl qiladigan darajasini o'chirishga muvaffaq bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi muhim nuqtasi shundan iboratki, agardaki siz nevrotik buzilishlarda uzoq yildan beri yashab kelayotgan bo'ladigan bo'lsangiz, siz 5 yildan beri, 10 yildan beri, 15 yildan beri, 20 yildan beri bu holatda bo'ladigan bo'lsangiz, sizni davolanishingiz, sizni yaxshi bo'lishingiz imkonsiz, ilojsiz degan joyi yo'q. Prosta siz men har doim aytaman, shunaqangi proporsiya chiqariladi. Ya'ni sen qancha nevrozda yashading, seni terapiyang ham shunchalik uzoq bo'ladi. Sen 10 yil nevrozda yashadingmi, sen uzoq muddat dorilarni qabul qilasan, psixoterapiyada ishlaysan. Sen misol uchun 1 yil, условно говоря, shartli ravishda aytadigan bo'lsak, nevrozda yashadingmi, misol uchun seni terapiyang ham nisbatan qisqaroq bo'ladi. Degan holatda vaziyatni misol uchun har doim tushuntiraman va bo'lib ham buni yoniga boshqa qo'shimcha qanaqadir emotsional yoki psixik insonda buzilishlar yoki shaxs patologiyalari mavjud bo'ladigan bo'lsa. Umumiy qilib aytganda, xulosa qilib aytganda shu narsani aytmoqchiman, ketkazmoqchimanki, o'rtoqlar, nevroz bu prigovor emas. Ya'ni bu bo'ldi, siz butun umr endi shunaqa bo'lib, shu bilan yashaysiz degani emas. Nevrozdagi simptomlardan biz kerakli psixoterapevtik xatti harakatlarni qilib, kerakli medikamentoz preparatlarni qabul qilishimiz orqali vrach psixiatrlar yordamida simptomlardan xalos bo'lishimiz, o'zimizni qo'rquvimiz, xavotirimizni bizani cheklab qo'yganligini yo'qotishimiz va buni ustidan g'olib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Faqat bunga sabr, iroda va judayam jiddiy insonni ham o'zini, ham munosabatlarini, ham xulq-atvorini, ham hayotida bo'layotgan, atrofdagi bo'layotgan holatlarni, vaziyatlarni ustida jiddiy ishlanishi talab qilinadi. Prosta men bir payt kommentariyalarda o'qib bo'lib ketaman. Insonlar har xil narsalarni yoshadi, hokazo qilishadi. Yoki menga ham kelishadi, "Vot, men mana shundoq qildim, u yoqqa bordim, 10 talab, 20 talab dori ichdim, palon psixologga borib 20 ta seansini oldim, hech balo o'zgarganligi yo'q" degan gapni gapirishadi. Endi hop 10 ta dorini qani menga spiskasini ko'rsatchi deydigan bo'ladigan bo'lsam, 10 ta dori ichgan, kapilyatsiya qilgan, boshqa qilgan, lekin shu 10 ta dorining ichida birorta antidepressant yo'q. Vaholanki antidepressantsiz nevrozni biz davola olmaymiz. Ayni damda psixolog bilan ishladim degan gap holatlarni, vaziyatlarni aytishadi. Именно nevrotik buzilishlarda qilinishi kerak bo'lgan, amalga oshirilishi kerak bo'lgan birorta intervensiya ishlatilmagan. Kechir, shukr qil, yaxshi narsa haqida o'yla, xayolingdan chiqarib tashlab, boshqa narsaga boygindik o'tilmagan. Otangni kechir, onangni kechir, avlodingni kechir, bir narsadan boygindik boshqa narsaga o'tilmagan. Yana qaytaraman, nevrotik buzilishlar uchun psixoterapevtik ma'lum bir protokollar bor. Depressiv buzilishlar uchun ma'lum bir psixoterapevtik protokollar va ayni damda nevrotik buzilishlar uchun va ayni damda depressiv buzilishlar uchun ma'lum bir farmakologik protokollar bor. Endi u bilan boygina psixiatr shug'ullanadi. Va mana shu narsalar amalga oshirilmagunligicha, qilinmagungacha siz otangizni kechirsangiz ham, onangizni kechirsangiz ham, mullaga borib o'qitsangiz ham boygina 40 xil kardiologga yoki nevropatologga dorisini ichadigan bo'lsangiz, bu holatdan vaziyatdan chiqib keta olmaysiz. Shu joyi bor. Yana qaytaraman, siz chiqib keta olmayapsiz degani hali anglatmaydiki, bu butun umrga bo'ldi degani emas. Balki siz hali kerakli xatti-harakatlarni amalga oshirmayotgandirsiz. Shu sababli hurmatli do'stlar, iltimos o'zingizlarning fikr mulohazalaringizni yozib qoldiringlar. Kim qanaqa qilib tuzaldi, kim qanaqa qilib tuzala olmayapti, nima qilib ko'rdingiz, nima sizga yordam beryapti yoki haligacha yordam bermayapti. Bu narsani o'qish nihoyatda men uchun qiziqarli bo'lgan bo'lardi, hurmatli do'stlar. Umid qilamanki, video sizlarga kerakli hamda foydali bo'ldi deb o'zingizlarning fikr mulohazalaringizni yana bir karra yozib qoldiringlar. Meni ijtimoiy tarmoq sahifalarimga obuna bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.